Osamu Dazayning Botayotgan quyoshi Ikkinchi jahon urushidan keyin aristokratlarning qulashini ko'rsatib beradi. Ona va qiz o'zi suhbatlashib turgan bo'ladi va qizning tasvirlashicha ular aslida boy oiladan bo'ladi. Onasining o'zini tutishlari, onasining hatto ovqat yeyishlari ham aristokratiyaga xos bo'ladi. Melanxoliya boshladi. Ana shu yerda bosh qahramon qizning chuqur o'ylari, fikrlashlarini sekin-sekin ko'rib boramiz va aynan shu yerda qissaga kirib boshlagan paytimizda ularning hayoti bilan sodir bo'lgan tragediyalarni ko'ramiz va eng qizig'i bu yerda ilon timsol sifatida ko'rsatilgan. Aynan o'sha ona ilon timsolida butun boshli qissa atrofida aylanadi. Ichidagi xatlar sizni yig'latadi. Ichidagi xatlar sizni chuqur depressiyaga soladi. Keling bittasini o'qib beraman. G'urur nima degani? G'urur inson yo'q. Erkak degani men zo'rman. Menda bitta yaxshi jihat bor degan fikrlarsiz yashay olmaydimi? Odamlardan nafratlanaman. Odamlar mendan nafratlanishadi. Men hozir tugataman qissani bitta o'tirib deb o'ylaysiz. Balki tugatarsiz ham, lekin o'sha qissa sizni qalbingiz va aqlingizni tugatganini sezmay ham qolasiz. Umuman olganda Botayotgan quyosh o'qib chiqqan rosti yapon adabiyotidagi ana shu melanxoliya, ana shu kayfiyatni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Menga bu juda ham yoqadi va shu kitob tarjima bo'lganidan juda ham xursandman. Tarjima ajoyib. Kitob sifati ham ajoyib. Siz shunchaki o'qib chiqishga majbursiz. Balki o'qib chiqqandirsiz. O'z fikrlaringizni izohda yozib qoldiring.